Yurchi. Tasha. Yur. Qanaqa joy bu? Aniq sklatmi? Ha? Nima bo'ldi? Qara qo'g'ishligini. O'ta? Matilmandilar bor ekan. Qon. Skelet ekan. Matal sandiq bor ekan. Skelet ekan bu. Skeletga o'xshamayapti. Kalla suyaklari Aytdim. Sardorimcha arzon berib yubordi desa, bitta qizni o'rlab qo'ygan u. Bitta emas. Ko'rmayapsan 3 ta kalla suyak. Anaqa kimnidir qamoqlab qiynagan bo'lsa kerak. 5 ta qizni o'rlab qo'ygan, voy. Bu yomon nafsi buzuq ekan. Ketdi. Tag'in boyagi televizorda ko'rsatgan Sardor aka emasmidi? Adashimiz oxirida qotilman nimadir deganda bo'lib eshitdingmi ham? Sardor aka qotil. O'yda qo'rqib ketyapman lekin. Birinchi kunda. To'xta, balkim Sardor aka biz qurganmiz dedi-da. Ber eski uni zavod, pavod shunaqa joy bo'lgan ekan. Balkim o'sha yerdan qolgandir. Aytdim to'siq bor ekan. Va toza havo. Aytayapman, toza xavotir olmaylik. Balkim o'shandan qolgandir. Kirib ko'rchi bunisiga. Sen kir, qo'rqyapman men. Sen qo'lingda ipim bor. Ayni. Bismillah. Sandiq bor ekan bu yerda. Men o'sha qolgan bo'lsa kerak-da. Sandiqda yozuv bor ekan. Nima bu? Men senlarni har doim ko'raman. Odam qo'rqitma. Mana, tashlayman senga. Sen hazillashadigan odating. Ana. Men tepada ko'raman. Tepada. Qo'rqib ketyapman. Men qo'rqmayapman, chunki tepada yaxshi-da. Xotir olmaganman men. Men seni har doim ko'raman. Gilaming mana qo'yib qo'y, chiroyli bo'lib turadi. Bunaqangi uni. Buni. Ana. Lekin bunisi cho'ta chatoq bo'ldi. Ishqib bilan biz ko'rmadik, eski olmaymiz, bo'ptimi? Bunisi chatoq bo'ldi-da. Haligi bor degan, buloq bor degan. Buloq? Muzdakkinasi bu. Yur. Muzdakina chamalamiz mazza. Katta buloq. Tepada degandi. Tepaga chiqding, bittanmi? Yo'llar sal Yuliya o'zi sadorgan basharasi yo'qshan qiyshir. Mana buloq. Muzdakkinasi. Badalar chirraverib ketdi. Chiqolmayapti. Tabiat qara, atrof qara, chiroyli degan. Ana bizning qishloq. Maytda ham qon bor ekan. Qon. Bitta ham bittasini qilgan. Lekin yerga qon to'kilsa sal g'alati bo'ladi. Mana suvda bir nima bor ekan. Yo'qchi. Bitta yo'qchi bor. Bismillah. Bomboshxona ekan faqat. Sandiq bor ekan. Qani? Bitta kitob bor ekan. Nima deyapsan? Butdan qaytib chiqib keta olmaysan deb yozgan. Odam qo'rqdi. Bor. Men ketdim beklardan. Tashlab ketaveraman hozir. Aytibman boygonadan qolishgan. Oldin zavod bo'lgan deyapman-ku. G'alati. Endi zavodda ular o'zlaricha aytishlaricha kitob o'qib qo'ydi. Mana-ku. Aytishlaricha oldin telba ashlar zavod yo'q bo'lgan ekan. Bilmayman nima yo'q bo'lgan. Faqat cherada bor. Qo'yam bo'lib qo'yapti. Xudoga qilaylik qo'yapti. Men ham shu sening yoningga boryapman. Sigarimni ko'tarib eshik och. Kirib oldim. Qo'y mana oldimizga qo'ydim.
Men maytroq deyapman. Keyin- Hamma qoch. Yo'q. Uni nima ko'rdingmi? Birini ko'ringani bo'l. Ko'zim ko'rindi. Aytdim bu. Menimcha ko'zimizga ko'rindi-yu. Kuni bilan ular ko'rdik yomon. Rost meni dachada qolgim kelmayapti. Chiqayo ketaman. Yangilik bilan ko'raylik to'xta. Yangilik xabarlar. Sardonaga 9 ta bolani o'g'irlab chet elga qochib ketdi. Tezkor uni ko'rganlar bizga xabar berdi. Nima? Sardor aka bo'ldimi? Do'stlar, Sardor akani qidirishyapti. O'sha bizga dachani 4 kunga berilgan Sardor akani izlashyapti. Aytdim-a. O'zi kuniga 32 ta izmurud dedi. Bunaqangi dachalar kamida 2 ta izmurud turadi-da kuniga. 2 ta izmurud, to'g'ri. Do'stlar, endi men militsiyaga telefon qilishim kerak. Bu yerlarni tekshirishlari kerak. O'ta tez tekshirishlari kerak. Do'stlar, blokka qayerga ketyapsan-a? To'xta va meni bir o'zimni bu yerda qoldirma. Dachasiga ham o'ziga ham qo'ydim. Men ham kerak shunaqa. Yurolmay qoldim. Kurtkalarimiz qolib ketdi. Kerak emas o'sha to'rtlari. Mana kalitini joyiga ildim. Endi men militsiyaga telefon. Qaqa surib yubording-a? Qaqa ketding? Men uydaman. Uyga ketib. Militsiyani chaqiraman. Shaharga boradigan yo'lda do'stlar. Mana shu yerda. A few moments later. Teramiz, burjikni teramiz. Alo, bu burjikmi? Burjikka ishladi. Qarang, uni manitda, uni Twitterda qidirilyapti ekan-ku, Sardor ismli. O'shandan men dacha sotib olgandim-da, yashirin. Yer to'lalari bor ekan, konvertiyalar, qon. Aka, rostdan Hozir qorimiz yetib boradi. Hop, aka. Qani, do'stlar, istiqor qachon kelar ekan? Ko'rasizlarmi do'stlar, iPhone 17. Bu istiqor ham kelmayapti. 1 soat bo'lib ketdi. Mana bu yerdan chiqish kerak. Bu yerda yotibdi. Siz hozir maktabdan chiqib ketish kerak emasmi? Yo'q. Sizga telefon qildingizmi? Ha. Qani men ko'rsating joylarini. Mana shu dachani sotib olgandim 3 kun oldin. U katta manyakligini bilasizmi? Yo'q, shuni bilmabman-da aka. Zavodni ham o'zi yoqib yuborgan u. Boshqa to'lta bordi. Aka, lekin men u odamni bir где-то 6-7 oydan beri tanirdim-da. Mana qarang, atrof o'ragan, zo'r deb o'ylagandik, ichi ham zo'r. Mana shu dacha qanchaga ketadi deb o'ylaysiz o'zingiz? Yo, bitta ish bo'yicha gapiramiz. Hop, aka. Bitta ish qilishni aytmaysizmi? Yo'q. Mal. Ateş. Aka, qo'ying ya. Siz ishqvormisiz yo unimisiz? Aktyorlarning ancha ketdi, ish bilan bo'lib. Mana shu deydi, mana aka. Tushdik. Nima bor? Endi bormi? Qarash keraklarni. Aka, tozalash qilmaydi. Yo'q, bitta ancha qotillik bo'lgan-ku. Bular sen qilgansan. Yo, aka, men qilmadim. Mana Tishbaqa. O'ldirib yuboraman, tishbaqa. Aka, men qilmadim. Tush. Ro'da yopib ketaman men seni. Bo'pti, o'zingiz bilasiz. Lekin men qilganim yo'q, aka. Nechta bittami? Ha? Yo'q, maktabda ham bor aka. Bittamardan sen qilgansan bularni. Aka, 3 kun oldin keldim deyapman-ku. Yo'q, hammasini yur ro'da ketamiz. Do'stlar, meni olib ketishyapti. Men aybdor deb o'ylashyapti. Tezroq bo'l. Mashaqam? Yo'q, asomat aylanib o'tib qartaldi.
O'rmon orqasida o'damiz va chaqa bor ekan. A few moments later. Do'stlar, meni mana shu olib kelib tiqib qo'yishdi. Men aybdor emasman do'stlar. O, baxchi, men senga savol javob qilaman, bariqchi. Mana aka bemalol. Aka, lekin bu yoqqa qamab qo'ymang, normalniy joylar bor-da. Xuddi uni mahbusga o'xshab tiqib tashladingiz-da aka. Kimsan sen? Mahbussan-ku. Aka, men aybdor emasman aka. Sen aybchi oxirdacha bo'lib sen kelgansan. Aka aytgancha men sherigim. So'laging yo'q qizi menga. Aka, men aytgancha sherigim ham bor edi. Ismi nima uni? Block X. Ana aka, o'sha ham biladi, men hech narsa qilmayam. Jim tur. Shu joyda bitta Block X'ni reklamasi bo'ladi. Block X'ga o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va Sever MC'ga ham. Bu Block X'ni taniydimi? Siz taniysizmi Block X'ni? Bu yoq reklama edi. Pul to'lashga. Ha, taniyman. Sen qayerdan bilasan? Aka, Axir men bitta. uni YouTube'da kuzataman. Aka, bitta mahallada turamiz-ku. Aka, o'sha bilan uchrashtirsam, uni aniq surishtirasizmi? Aka, men aybdor emasman lekin. Ko'ramiz. Sen bor haqiqat menga aytib ber. Aka, mana Block X bilan keldik. Aka, mana Block X bilan dachaga keldik. To'g'rirog'i men o'zim keldim, u bozorga ketdi. Keyin men Sardor aka bilan gaplashdim. So'radim. Aka, dachangiz 4 kunga qancha pul bo'ladi dedim. 200 izmurud dedi. Arzon ekan dedim. Kuniga 32 izmurud dedi. Ikkita debman, 2 stak. Keyin uni bo'pti dedim. Arzon ekan dedim. Yaxshi dedim. Bo'pti deb pulni bergandim. Pulni hammasini bergandim. Aka, ishonardim-da endi. 5-6 oydan beri tanishmiz. Keyin uni Block X bozorlik qilib keldi. Keyin bordik divonimizda, yotdik, xonamiz ko'rdik, basenda cho'mildik, kompyuterlar o'ynadik, televizorlar ko'rdik aka. Keyin birdan qarasam, gilamni qiyshiq ekan. Keyin uni gilamni to'g'rilaymiz desam, mana shunaqa luksha chiqib qoldi aka. Meni aybim yo'q aka. Ol, bir minut. Kelib qol, chiqib chiqay. Chiqoq. Bo'ldi ana. Chiqoq. Aka, endi kelib qoldi-da. Xullas shunday bo'ldi. Keyin Endi uni tergov davomida gaplashamiz. Xo'p. Men hozir hokimni chaqirib kelaman. Ana aka, qishloq hokimini ham chaqirib kelavering. Kim? Maytda uni Block X bilan Sever katta problemaga aralashib qo'ying. Tez chiqib keting. Ular xabar berish xavfida turibdi hozircha. Do'stlar, hokim bilan gaplashyapti. Aniq bilmay turamiz. Yaxshi odam, lekin ular yomon ish qilgan bo'lishi. A few moments later. Bo'ldi do'stlar, mana men qo'yib yuborishdi. Biz aybsiz ekanmiz do'stlar. Block X ham aybsiz ekan. Oxiri Sardor akani topishibdi. Chet elga survordi unga. Kanada degan davlat bor ekan-ku do'stlar. Nima bo'ldi? Xullas o'sha survordi. Endi qaytib umrimda dachaga bormayman. Bo'pti do'stlar, xayr. Sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, laykchani bosib qo'yinglar. Qarang, har doimgidek prichyozkam zo'r.